Ko'pchilik aytadi, bir-biriga mos kelmabdi. O'zingiz aytganingizdek, qaynona qaynota olib yurishadi birga. Hamma birga olib yuradi. Agar qaynona oilada general bo'lsa, sizni otangizga nisbatan bo'lgan qarashingiz bo'ladi. Masalan, otangiz oilada generalmi, otangizni yomon xarakterlarini qaynonangiz ko'rsatib beradi. Bizda retsidiv gen bor genetikada. Retsidiv gen ayol geni. U slabый gen, lekin eng xavfli gen. Farzand ko'rmayotganingiz sababi otangizdan norozisiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizda har doim podkastlar bo'lardi. Aynan bepushtlik bo'yicha, eko to'g'risida, homiladorlik bo'lmaslik to'g'risida. Bugun bizning mehmonimiz Dila Hasanovna Madgaziyeva, bular psixosomatolog. Bilasizmi, bizda juda ko'p holatlarda Dila Hasanovna bo'ladiki, masalan, ayolda hammasi yaxshi, erida hammasi yaxshi, lekin biz sababini bilmaymiz. Sababsiz bepushtlik deymiz shunaqa holatda. Uchratdikki, psixologik sabab bo'lishi mumkin shunda. Juda ham ko'p uchraydi bunaqa holat. Hattoki hamma analizlar yaxshi, lekin homila bo'lmaydi. Ko'pchilik aytadi, bir-biriga mos kelmabdi degan narsalar bo'ladi. Yo'q, unaqa ham emas. Aslida bu psixologik tayyor emaslik natijasida kelib chiqadi. Ayollarda kuchli nafrat, erkaklarda kuchli nafrat, kuchli stresslar, yillar davomidagi qattiq stresslar yoki bola pozitsiyasidagi qizlarimizda ham bola bo'lmaydi. Erga ayolga nisbatan kuchli nafrat? Ayolga nisbatan emas, boshqa insonlarga nisbatan. Ko'proq genetikasiga nisbatan. Masalan, bizning ongimizda qanaqa, mana miyani, agar miyani mexanizmiga keladigan bo'lsak, bu qanaqa signal bo'lib boradi? Men genetikamdan nafratman degan narsani bu miya, bilasiz, agar mana fiziologiyada bizda o'tganmiz-ku, endi men как terapevt fiziologiyada miya o'zingizdan boshqa hech kimni tanimaydi. Miya har qanaqa nafratli yoki har qanaqa yomon reaksiyaga, yaxshisiga ham, yomoniga ham man deb qabul qiladi. Miya yolg'onni, rostni, keltirma gaplarni, kesatiqlarni farqiga bormaydi. Qandoq bo'lsa, shunday oladi. Masalan, kesatib bir narsa gapirsam, miya rost bo'ladi. Masalan, sizga yolg'on gapiryapman. Ko'zingizni yuming, og'zingizga bitta do'lka limon soling, shiming deyapman. Nima? Miya reaksiya beradi, sразу suli ajralishni boshlaydi. Xuddi shunaqa yolg'onligini siz bilib turasiz, aqlan bilib tursangiz ham, miya unaqa qabul qilmaydi. Вот natijada boshqa insonga nisbatan nafrat bo'lsa, ayniqsa genetikaga. Genetik insonga ota, ona, amaki, tog'a, qaynona, qaynota ham genetikaga aylanib ketadi yosh urgandan keyin. Bu nima bo'ladi? Mana shu insonlarga nisbatan nafrat man deb yozadi miya. Demak, men o'zimdan nafratlandim, mendan gen tug'ilishi kerak emas. Chunki undan ham nafratlanaman degan komanda boradi. Shuning uchun har doim biz psixologiya, psixosomatikada savol bersak, birinchi kimdan xafasan? Ayniqsa bepushtlardan so'raganda yoki kimdir qanaqadir qo'rqitgan. Ba'zi qizlarimizda bo'ladi, hatto mana o'zingizlar eko qilganda ham bolani otib yuborishadi, tushib keta qoladi, o'zi turmaydi. Bu nima? Qattiq stress, doimiy mana bu masalan uchun qattiq bo'ladi-ku, matka o'zi yumshoq bo'lishi kerak, matkani ushlash uchun matka yumshoq holatda bo'lishi kerak. Spazm holatda tez spazmga uchraydi, qo'yib yuborishadi bolani. Mana shunaqa holatlar ham bo'ladi. Kuchli qo'rquv, doimiy qo'rquvda yuradigan qizlar. Masalan, kelishadi, menga bitta savol beraman. Oting nima desam, duduqlanadi. Duduqlanib gapirishdimi, bo'ldi, bu qo'rqoq degani. Duduqlanadigan ayollarni ko'rsam, sразу aytaman, kimdan qanaqa qo'rqasan? Ko'pchiligini borib bolalik travmasiga taqaladi. Ya'ni shu bolalikda qattiq qo'rqitishgan yoki qattiq urishgan. Har doim bo'ladi-ku, hammada bor misol. O'zimizdan ham yoshligimizda nimadandir qo'rqamiz, nimadandir qo'rqishgan. Maqsad nima deydi? Instinkt samosохранение bo'lishi uchun-da, masalan, yo'lga chiqma, mashina uradi, yo tam suvga sakrama, tam yana bir nima. Bo'ladi, bu bolaga xos-da. O'zi qo'rqish, katta inson qo'rqmaydi. Katta inson, mana masalan, siz bilan menda ham bo'ladi, mimo o'tib ketadigan narsa, keyin o'zimizdan tinchlantirib olamiz. Lekin u qanaqa qo'rquv surunkali. Ustiga o'zi yoshligida qattiq. Masalan, shunaqa bir oilalar kelishadi, ularning taqdirini eshitib yig'laysiz o'tirib. Qattiq urushgan, burchaklarga tiqib urushgan, do'pposlagan, adasi ichib kelib urgan. Endi qarang, qo'rquvning ustiga qo'rquv tushirgandan keyin o'sha bu odatga aylanadi. Masalan, miyaga bitta informatsiyani berursiz. Masalan, kimdir mahnum desa, rostdan xunolashib ketadi. Yoki men вообще красавица emas, atrofda ham "Vau" deydi. Xuddi shunaqada. O'shanga o'xshab bu qo'rquv bo'ldi, turg'un bo'lib qoladi. Har kuni beravergandan nima qilish kerak?
Endi ularni psixologik chuqur ishlanadi. Masalan, har xil meditatsiyalar beramiz, bolalikka qaytaramiz, bolalik travmalari bilan ishlaymiz. Har doim men har doim kelgan, masalan, siz auditoriyangizga ham tekin maslahat beraman. Har kuni ertalab turib 5 yoshlik Dilfuzani quchoqlash kerak. Masalan, yoki Muhayyoni quchoqlash kerak. Nimaga? Bolacha hammanda to'yinmagan mehrga. Ayniqsa SSR bolalari. Shunaqa ekan. Bizani davrdagi bola juda ham distansiyada katta bo'lishgan ota-onadan. Ota-ona doimiy ishlashgan, keyin yana eski zamonning udumlari bo'lgan, qiz bolalarni quchoqlab bo'lmaydi. Shunaqa mehrga ochlik bo'ladi. Yoki bo'lmasa qo'rqqanda ham o'zim bilan qo'rqoq qizlarimizga ham aytaman, yoshlikdan stress olgan 5 yoshlik Gulnozani quchoqlagin o'zingni, sen hech narsadan qo'rqmagin. Seni har doim himoyamdasan, meni himoyamdasan. O'sha siz katta shaxssiz. Bemalol himoya qila olasiz, lekin shunaqa qizlarimizga kelishadi, 10 yillik, 20 yillik bepushtlik bilan kelishadi. Hozirgacha qo'rqadi. Hozirgacha neseparированный ota-onasidan, ota-onaning etigi bilan yurishadi. O'zingiz aytganingizdek, qaynona qaynota olib yurishadi birga. Hamma birga olib yuradi. Qo'rquvni demak, birinchi o'sha yo'li ertalab turib o'zimizni quchoqlaymiz. Quchoqlab tinchlantirish bolachani. Ko'zingizni yumib, 5 yoshli bola holatingizni tasavvur qilib, 5-7 yoshgacha tasavvur qilib, uni quchoqlash juda ham yordam beradi. Yoki bo'lmasa samotsenкасы, zaodno aytib keting, samotsenкасы past qizlarga yoki o'ziga ishonchi past qizlarga, ularga ham xuddi shu metod. Sen hammadan chiroylisan, sen hammadan aqllisan deb o'sha o'zingizni o'zimiz o'sha 5-7 yoshlik holatimiz. Aslida hammada bu narsa bor, har xil darajada aytganingizdek-da. Kimgadir shu bepushtlikka olib kelishi mumkin, kimdadir qanaqadir ishidan muammoga olib kelishi mumkin. Ay, вот детская pozitsiyani ham aytib o'tsangiz. Aytganingizdek, qabulimizga keladi, xotin o'sha ona bo'lishga tayyorlanyapti. Amaliyotimi yo tabiiy homiladorlikmi? Yonlarida bularni ota-onalari, bularni ota-onalari, yana bitta xolalari yo yana kimlar amakilarida. Shunda men nima deyman, o'rtoqlar, bo'ldi, o'sha bular ota-ona bo'lishga tayyorlanyapti deyman-da, kindigini uzamiz deyman-da, hammani chiqaraman. Tushunishadi, to'g'ri tushunishadi bu narsani. Yo biz eshitishga keldik, yo biz men aytdim, "Xo'p, men vrachman, menga ishonib keldinglar, bo'ldi, menga tashlab qo'yinglar, men hammasini bilganimcha qilaman." Avvalo Alloh albatta, lekin bularni nima deydi, bularni o'ziga mas'uliyatni yuklaydi. Bular balkim ehtimol qo'rqqanidan тоже hammani olib keladi. Ertaga menga qaynonam nima deylar, qaynotam nima deylar, boshqa deb. O'zbekistonda bu ko'p, juda ko'p. Bilasizmi? Separatsiya qilinmagan farzandlar, uzilmagan, kindigi uzilmagan. Demak, o'sha kelinni olib kelishyaptimi? Demak, ular o'zini o'g'lini ham uzmagan. O'zidan. O'g'lini katta shaxs, oila boshlig'i, erkak sifatida ko'rmaydi bu oila. Mana bu juda ham ko'p qaynonalarga men doim tanbeh beraman, qo'yvar o'g'lingni. O'zingni garmoniyangda yur. O'zingni ering bilan sen necha yosh bo'lsang ham, o'lguningizcha ham eringiz bilan garmoniyada yuringlar. Qo'yvaringlar bular o'sha shaxs. Yetuk insonlar. Ras kelinni orqasidan poylab kelishyaptimi? Demak, bu o'g'lini ham doim kontrolda o'shaydi. Bu ikkalasi bola bo'lsa, o'zingiz o'ylang, mana aqlan, miyasida, ongida bola bo'lsa hali, uzilmagan, kindigi uzilmagan bola, u bolalarda qanaqa qilib farzand bo'lsin? Дети детей не рожают deydi. Вот дети детей не рожают. Bolalik bo'la olmaydi. Nima qilish kerak? Qo'yvarish kerak, uzilish kerak. O'zini yetuk shaxs sifatida bular rivojlantirib, ustida ishlash kerak. O'sha onalikka, otalikka tayyorlanish kerak. Bular ayniqsa men kattalarga maslahat beramiz-da. Qaynona qaynotaga qo'yvor. Sen o'g'lingga o'g'il farzand sifatida qarama. Yutuk erkak sifatida qara. O'zi masalan, miya farqiga bormaydi-da. Demak, bu eriga ham shunaqa, ishonchsiz ayol. Masalan, miyaga farqiga bormaydi. Tog'a, amaki, o'g'il, miya erkak degan so'zni biladi. Har doim erkak degan so'zga fokusni qaratish kerak. Hattoki ofitsiantni ham erkak sifatida hurmat qilish kerak. Ofitsiant bo'ladimi, u farrosh bo'ladimi, erkak. Bizning ongimiz shuni anaqa qiladi. Ana shundagina erkak ulg'ayadi. Uyda shu kichkinagina o'g'ilchangiz ham erkak bo'ladi. Masalan, bizga kichkina bolamizga kelib 80 yoshda ham baribir bola-da biz uchun. Biz uchun bola. No, siz erkak sifatida qarashni o'rgansangizchi, o'sha ongsiz ravishda ular buni qabul qilaveradi, buni his qilaveradi. Masalan, men o'zim 6 yoshar o'g'lim kelib gap qo'shsa, keyin hozir 1 minut uzr deyman-da, labbay o'g'lim deb eshitaman. To'xta, aralashma kattalarning gapiga demayman. Unga katta shaxs sifatida murojaat qilamiz. Chunki buni odam shu kichkinaligidan boshlash kerak. Endi bo'ldi, bu bo'ldi. Separatsiya qila olmadi, ya'ni uza olmadimi?
hali ham kech emas. Bo'lmasa o'lgunicha olib yuradi bolasini. Bor shunaqa ota-onalar vgdasi bor. Ya'ni uzib yuborsa masalan mehrsiz qolib ketishi mumkin. Shuning uchun har doim aytaman, o'zingni xotinni o'rtasida garmoniyang bo'lsin. Даже bo'ladi ersiz ayollar bo'lsa ham shularda ham garmoniya bo'lishi kerak. Demak, u o'zini chiroyi bilan, fizikasi bilan shug'ullanishi kerak. Nimadir bilan shug'ullanib yurishi kerak. Nimadir bilan o'zini band qilishi kerak. Sevimli mashg'uloti bo'lishi kerak. Farzandlaridan olish kerak emas-da, u to'yinmagan energiyasini. Mana shu holatda ham kattalar sababchi bo'lib qoladi ko'pincha. Vaholanki bepushtlik qayerda? Bu boshqa narsa. Mana yana bitta narsani aytib o'tdingiz. O'sha bachadon tonusda bo'ladi dedingiz-ku. Tonusda biz odatda UZIda ko'rganimizda, har doim aytaman efirlarimda, UZIda ko'rganimizda bachadon расслабленный bo'ladi. Ba'zi payt mana birinchi marta qabulimga keldi yoki qo'rqib keldi, bilamiz-ku, uni gaplashayotgan paytda bachadonni tonusda qattiq bo'ladi. UZI qilib, buni gapirtirsak, bachadon shunda ochiladi. То есть расслабляться qiladi, bo'shashadi. Shunda endometriy qalin, chiroyli ko'rinadi. Вот. Embrion qo'yadigan jarayonda ham xuddi shunaqa bo'ladi, aytganingizdek. Ba'zi bir qizlarimni уже qo'rquvdan bilaman, bunday ehtimoli juda past debda. Yoki даже homilador bo'ldi, masalan, HGC'si chiqdi ham, lekin hadeb yozaveradi. Bilmadim, ozgina qornim og'ridi, ozgina u bo'ldi, nima qiling. Tak, o'zingni boz, hammasi yaxshi, qo'rqma. Bilaman, o'zini eplolmaydi bular lekin. Da harakat qiladi qo'rqmaslikka. Bilaman, что bunda homila o'smay qoladi. Ko'p holatlarda shunaqa bo'ladi. Afsuski. Qachon HGC'si chiqdi, nima qilish kerak bo'lar? Mana eko jarayonini qildi yoki ekoga tayyorlanyapti. Qanaqa o'zini qo'rquvlar bilan ishlasin? O'zini bular ekogacha bo'lgan ishlab olish kerak. Chunki eko qo'yib bo'lsangiz hamchi, agar bitta tushirib yuborsa, yana battar holatga kiradi. Bo'ldi, menda ekoda ham bola bo'lmasa ekan degan o'sha miyaga nastroy berib qo'yadi. Bularga ekogacha bo'lgan jarayonda chuqur ishlash kerak qo'rquvlari bilan. Mana shu meditatsiyalar orqali, mana shu o'zini bularda endi asosiy qo'rquv nimada? Masalan, homilador bo'la olmayman deb qo'rqadi, ekoda onkologiya bo'lishi mumkin deb qo'rqadi, atrofdagilar nima deydi degan jamiyatni bosimidan qo'rqadi-da, misol. Qanaqa ishlasin? Har tarafdan желательно mutaxassis bilan ishlash kerak. Agar mutaxassisga ishlagisi kelmaganlar o'zini nastroy, mana miya shunaqa tuzilgan. Mana shu o'rinda aytib ketay. Miya qanaqa? Miyada retikularная aktivная sistema bor fiziologiyada. Bu sistema qanaqa? Ma'lumotni oladi, keraksizini utilizatsiyaga tashiydi, keraksiz chiqazib yuboradi, kerakligini miyani yuqori qismiga o'tkazadi. Ya'ni uni ijro uchun, amalga oshirish uchun. Bizda qizlarimiz nima qilishadi? Doimiy qo'rqishadi, doimiy masalan, men unaqa bo'lsa-chi, qo'yib yuborsamchi, bola qila olmasamchi, eko ham o'xshamasa-chi, ketaveradi miyaga. Agar bu qayta yuklansa, miya uni ijroga berib yuboradi. Masalan, bitta televizor ko'rdingiz yoki siz bir narsa menga voqeani gapirib berdingiz, menda miya bir 35% oladi-da, qolgan utilizatsiyaga tashlab yuboradi. Endi siz bitta narsani qayta gapirib beraversiz, menda nima qiladi? Miyamga yuqori qismiga shunaqa ekan deb hazm qiladi. Yuqori qismiga uzatib yuboradi va bu ijroga o'tib ketadi. Shuning uchun bunaqa qizlarga naborot, masalan, yomon gap, yomon fikrga eko o'xshamaydi, homilador bo'la olmayman. Yomon fikrni yaxshisiga aylantirib qayta joylash kerak. Men birinchi ekodan homilador bo'la olaman, sog'lom farzand tug'aman. Sog'lom farzand tug'aman. Bitta qo'rquv keldi, yana shu. Yo'q, qo'rquv keladi hammaga. Endi masalan negativ fikr bor, pozitiv fikr bor. Negativ fikrni faqat pozitiv bilan yo'qotamiz. O'shanda nima qilish kerak? Qayta yaxshi fikrga o'tkazish kerak. Orada yana vdруг degan narsa yo'q, menda bo'ladi. Vdруг yo'q, menda bo'ladi. Qattiq nastroy va qattiq o'zini tinchlantirish. Masalan, juda ham yaxshi yordam beradi meditatsiyalar. Har kuni ertalab yoki kuchmahal qilish kerak buni qilagan. Bu meditatsiya nima? Insonni o'zini ichki dunyosi bilan yolg'iz qolishi, o'ziga savol berishi, o'zini erkalatishi, o'zini tinchlantirishi, har bitta kletkalarni his qilishi. Ana ikkinchi etapida, meditatsiyaning ikkinchi etapida shu yaratgan bilan bog'lanishi. Bu ham juda ham ko'p zo'r tinchlantirish beradi. Mana shu meditatsiya jarayonida ham shu farzandli bo'la olaman, menda hammasi yaxshi bo'ladi degan narsani singdirsa, ong tezroq qabul qiladi. Gapingizni bo'laman. Men meditatsiya hech qilmaganman, boya sizga aytdim-da, bilmayman ham qanaqa qilishni. Ko'p eshitaman shuni, vrach bo'lishimga qaramasdan, bir marta ham o'tirib meditatsiya qilmaman. Menga shuni aytib bering, qanaqa sharoit, qanaqa qilinadi, nima qilinadi? Желательно tinch sharoit, hech kim bo'lmagan,
Shuning uchun eng yaxshi vaqt ertalab hamma uxlagan paytida yoki kechqurun. Siz ovozlarsiz, tinch xonada, yolg'iz o'zingiz qolgan holatda, udobniy holatda o'tirib, ko'z yumgan holatda ichki dunyoga nazar solish. Ichingizdan o'zingizni his qilish, har bitta kletkalaringizni sezish, o'zingiz bilan gaplashish, ikkinchi dilfuza yoki ikkinchi muhayyo bilan gaplashish orqali sekin-sekin kirib borib gaplashiladi va bu jarayonga kiriladi, lekin sekin-sekin buni ko'paytirsa, har kuni qilsa, keyin Alloh bilan, Yaratgan bilan bog'lanish, uni nurini qabul qilish, nurini his qilish. Men har doim nur bilan davolab beraman sizlarni deyman. Bu meditatsionni nur aynan mana shu kasalliklarni ham bartaraf qiladi. Masalan, men o'zimni psixosomatikadagi ustozim o'zlari 3-stadiya rakdan meditatsiya orqali davolaganlar. Masallan, Mikeda degan inson uchun o'zlari radiolog vrach va shu psixosomatika kirganlar. Masalan, men o'zim kardiologman, qalb kasalliklari bo'yicha ishlayman. Bu hammasi qalb kasalligi. Masalan, kardiologik kasalliklar yo'q o'zi. Hammasi qalbni og'rishidan kelib chiqadigan kasalliklar. Ana shu qalb bilan ishlanganda, qalbga quloq solib, qalbni tinch holatga keltirganda, qalbingiz tinchlansa, hamma organingiz tinchlanadi. Bu masalan bepushlada ham xuddi shunaqa. Qalbi noxotirjam. Xotirjam odamning hamma narsasi bo'ladi, hattoki puli ham bo'ladi deydi. Hamma narsa keladi. Hamma narsa keladi shuning uchun. Baraka ham, baraka, farzand ham hammasi keladi. Shunaqa. Masalan, uspешный odamlarga qarasangiz, hammasi juda ham xotirjam bo'ladi. Tinch, xotirjam, o'ylamaydi, siqilmaydi. Ya'ni yaratganni berganiga shukr qilish. Shukr, masalan, homilador bo'la olmayaptimi? Shundan ham shukr qilish kerak. Bundan ham blagani qidirish kerak. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Xayrini qidirish kerak. Har bitta ishda xayr bor. Farzandni kech berayotganida ham xayr bor. Yoki farzand olib qo'ysa ham hattoki xayr bor ekan. Bir rivoyat eshitganimda Luqmon Hakim o'ldirar ekanlar bitta bolachani. Nimaga o'ldirdingiz deganlarida, bu kelajakda juda zolim inson bo'lib, juda musulmonlarga katta zarar yetkazardi. Shuning uchun o'ldirdim degan ekanlar. Ya'ni har bitta ishni xayri bor ekan. Endi ular masalan payg'ambar bo'lganlar, bular vahiy orqali bu masalan olgan bo'lsalar, shuni ham demak xayr degan narsani bilishimiz kerak ekan. Shuning uchun ba'zilar juda ham tarki dunyo qilib yuboradi, bolasini tushirib qo'ysa, boshqa qilsa. Demak, hamma narsani yaxshilikdan ko'rib, yaxshisini kutish kerak. Aslida dinimizda ham shu. Sabr deyilgan narsa shu bo'lsa kerak-da, borini qabul qilish, yo'g'iga kutish, sabr bilan, yaxshi kayfiyat bilan. Ba'zilar chidash bilan sabrni farqiga bora olmaydi. Chidayman, ichiga yutib, ana g'azab bilan kutishadi, nafrat bilan напряженный, bu chidash bo'ladi. Sabr Allohning izniga tashab qo'yish va kutish, yaxshisini umid qilish. Bu keladi, albatta keladi. Chunki Alloh aytadi-ku, men bandamni gumon etaman deydi. Gumonni yaxshilash kerak. Nima gumon bo'lsa, o'shani beradi. Menda o'sha mana qizlarimiz, voy eko ham o'xshamasa-chi, tushirsa. Yomon fikrmi? Demak, bu yomon gumon yaratganga. Yo'q, yaratgan yaxshisini beradi. Xayrli ishonish kerak, xayrlisiga-da. Erkaklarda-chi psixosomatika bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin? Bo'lishi mumkin. Masalan, shunaqa holatlar bo'ladi, stress natijasidan bularda mana shu spermatozoidlarni, nuqsonli spermatozoidlar ko'payib ketadi. Juda ham doimiy stressda yuradiganlar yoki oligospermiyalar rivojlanadi. Bunda tekshirsangiz, o'zi masalan даже bitta ikkita bolasi borda, keyin bola ko'ra olmaydiganlar bor. Oldin menda bo'lgan, men tekshirmayman deyshadi ba'zi erkaklar. Yo'q, lekin ana shu kuchli stress natijasida masalan kortizol shunaqa gormonki, juda ko'p ishni bajarib yuboradi-da. Kortizol hattoki ko'p ishlab chiqarilganda gormonal buzilishlarga ham olib keladi. Shuning uchun erkaklarga ham расслабиться qilishga buyuriladi. Также u ham masalan ikkita valnadagi inson bir-biri bilan ko'rishadi, to'g'rimi? Masalan, o'zidan o'zi nikoh bo'lmaydi. Masalan, ota-onadan uzilmagan qiz bo'lsa, o'g'li ham ota-onadan uzilmagan bo'ladi. Yoki bo'lmasam stressdagi, nafratdagi qiz bo'lsa, erida ham shunaqa bo'ladi. Shuning uchun ko'pincha davolaganda er-xotin birga davolanishi kerak. Hattoki nafratlari bilan ham, hattoki masalan, hozir aytganimdek, menda genetikaga xafaman, mendan bola bo'lish kerak emas degan uстановkalar erkaklarda ham bo'lishi mumkin. Erkaklarda ham. Endi baribir bu emotsional fon ko'proq ayollarda bo'ladi-da. To'g'ri, lekin bor shunaqa erkaklar, juda ko'p. Ular nima qilish kerak endi? Ular ham psixologik o'zini ustida ishlash kerak. O'zini ustida ishlab, o'zini tinchlantirib, qo'yib yuborish kerak.
masalan bizni nimaga naprigatsiya qiladi odamlar, nimaga qattiq, chunki o'zi muammoni hal qilishga urinadi. Da, to'g'ri. Kim muammoni hal qila oladi yaratgan bo'lmasa, uni izni bo'lmasa hech kim qila olmaydi. Shuning uchun qo'yib yuborish kerak, berish kerak egasiga. Keyin Alloh ham kutar ekanda, qani qo'lingdan nima kelar ekan qilchi, o'shancha vaqt yo'qotamiz. Undan ko'ra vaqtida anglab egasiga topshirsa, no sababini ham qilish kerak. Sababini albatta qilish kerak. Ana shu sabablar kim? Sabablarni kim yuboradi? Nimaga Muhammad Mansurovni Instagramda ko'rib qolishadi? Alloh yuboradi. Har doim Xudo siz bilan gaplashadi. Insonlar bilan gaplashadi. Masalan, bizani intervyuimizni bekor ko'rib qolishmaydi yoki sizni bekor ko'rib qolishmaydi yoki eko haqida, nimaga eko haqida kelaveradi ma'lumot. Demak, yaratgani bu ham signali. Ana masalan cho'kayotgan odam bor-ku, kema kelsa, "Yo'q, meni Xudo qutqaradi, yo'q, Xudo qutqaradi." Keyin Xudoga borganda aytadi, "Nimaga qutqarmading? Senga kema yubordim-ku" deydi. O'sha kema siz bilan biza bo'lamiz, sababiyat. Sizga endi asosiy baribir ayollar kelsa kerak terapiyaga. O'sha ayollarda qanaqa ko'proq qo'rquvlar bo'ladi? Nimalarni uchratasiz tajribangizda? Tajribamda mana asosan yomon gumon ko'p. Gumonni. Juda yomon gumon. Menda bo'lmaydi bola. Endi meni erim ajrashib ketadi men bilan, endi meni tashlab ketadi. И так далее. Yomon gumon asosan ko'p. Ko'pchiligida bolalik travmalari. Bolaligida qattiq urilgan, qattiq so'kilgan, qattiq baqirilgan yoki ikkilamchi shaxslar, masalan, ota-ona yaxshi, ko'chada kimdir qo'rqitgan bo'lishi mumkin. Juda unaqalar ko'p bo'ladi. Keyin tajribamda bilasizmi nimani ko'rdim? Otasiga bo'lgan nafrat demayman, qanaqadir norozilik. O'shaning uchun birinchi mana bizda ham o'zimizning anaqalarimiz bor, nima deydi uni? Uyda beradigan mashg'ulotlarimizda kechirim xati beramiz misolda yoki благодарность, shukronalik xati beramiz yozinglar deb. Birinchi otangizga yozing desam, mana shu qabulimda уже yig'la boshlaydi shu qiz. Уже qabulimda. So'ramayman ham nima bo'lgan, tam aytib ketaman, misol sizni xafa qilganlar, o'yinchoq olib bermaganlar, oyingizni xafa qilganlar, urganlar, ehtimol ichib kelganlar yo boshqa oilalari bor misolda endi. Даже so'rab o'tirmayman, chuqurlashmayman, bitta otangiz deganimdan уже yig'la boshlashadi-da. Bu nima ekan? Genetikani boshlanishi kimdan boshlanadi? Otadan boshlanadi. Ana genetikadan norozichilik, xafagarchilikni uzoq davom etgani nafratga olib keladi. Demak, bu qiz bolaligidan xafa. Demak, u nafratda уже. Uzoq davom etyapti, chuqur proses. Mana shu hozirgi aytganimiz xuddi shunaqa. U ham o'tirib o'sha meditatsiyada nima qilish kerak? Otasi bilan gaplashish kerak. Qalban kechirish kerak otani. Qalban. Masalan, ba'zilar keladi, yozaveradi. Mana bu yerda turadi. Nima bilan eng yaxshi narsa, eng to'g'ri metod oqlash. Oqlash. Hech qaysi ota farzandiga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Ota o'zida borini beradi. Masalan, o'zingiz bolangiz kelyapti, uyda siz osh pishiryapsiz. Men mastavachaman deyapti. Boshqa mastava yo'q. Bera olmaysiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa ota o'zida borini beradi. Demak, ota o'sha yoshligida u ham kaltaklangan, u ham urilgan, u ham kambag'alchilikda o'sgan, borini bergan. Oqlaganda har doim aytaman, oqlanglar. Sizlar hayotda advokat bo'lib yashanglar. Oqlaganda shunda oppoq bo'lib kechiradi. Kechirim chiqadi ichidan. Qayta oqlash kerak. Даже oqlashga bahona bo'lmasa ham, topa olmasa ham, balki unaqadir. Balki qiynalgandir, balki azobdadir, balki kasaldir. Balki deb ham advokat bo'lish kerak. Qaynona qaynataga ham shunaqa bo'lsa kerak-a? Qaynonalardan juda ko'p xafa bo'lib kelishadi. Aytaman, qaynonangni o'zi azobda bo'lgan. Qaynonangni o'zi mehr ko'rmagan, erimga aralashadi. Aslida ular mehrga muhtoj bo'lsa kerak-da, qaynonalar. Mehrga muhtoj deyish bo'ladi-da. Masalan, o'g'liga ko'proq yopishadigan onalar bor. Nimaga? Chunki eridan mehr ko'rmagan yoki yetimlikda o'sgan, o'zi otasiz o'sgan. Hamma mehrni oladi. Masalan, bizda ham shunaqa, men nabrot aytaman xo'jayinimga, ko'proq mehr bering, to'ldirib tashlang mehr bilan. Masalan, qaynonam ham bolalikda mehrsiz katta bo'lganlar. Mana shuni qiynalganman. Boshida qiynalganman. To'g'risi, boshida qiynalganman. Boshida men ham razdrajatsiya qilardim. No psixosomatika, psixologiyani o'rgangandan keyin hozir aytaman, ko'proq boring, ko'proq mehr bering, ko'proq gaplashing. Men gaplasha olmaymiz qilib qo'yaladi desam, yo'q. Sabr qiling. Tasavvur qiling, ular 7 yoshlik qizchalar. O'zingiz mana qizlaringizga o'xshagan boshlarini siling, erkalating deyman. Lekin ayollar buni qilishmaydi. Ular battar alamzada bo'lishadi. Baribir bir kun kelib shu ayol to'yinadi mehrga. Buning uchun qo'yib berish kerak o'sha narsani.
yoki qo'shilib mehr berish kerak. Eringiz yoniga qo'shilib mehr berish kerak. Juda ham yaxshi metod. Har birimiz aslida mehrga muhtoj biz. Har xil darajada. Aslida har xil darajada. Kimdir yoshligidan o'sha to'y mehriga to'yinib katta bo'lgan bo'lsa, kamroq mehrga muhtoj. Kimdir to'yinmagan bo'lsa, bu har xil проявление bo'ladi. Kelin qaynona munosabati yoki bepushtlik munosabati yoki boshqa. O'zi aslida qaynona, agar qaynona oilada general bo'lsa, sizni otangizga nisbatan bo'lgan qarashingiz bo'ladi. Masalan, otangiz oilada generalmi, otangizni yomon xarakterlarini qaynonangiz ko'rsatib beradi. O'zi qaynona onani davomchisi bo'ladi, lekin u ham pozitsiyaga qarab. Agar aytmoqman, general qaynonalar bor, masalan, oilada dominant qaynonalar bor. Ular sizni oilangizdagi dominant insonni ko'rsatib beradi. Agar oilangizda onangiz dominant bo'lgan bo'lsa, qaynonangiz ko'rsatadi yoki otangiz bo'lsa, otangizni ko'rsatadi. O'xshatish narsani chaqirasiz. Agar siz bu bilan prarabotka qilsangiz, ota-ona bilan bu yaxshilanadi. O'z-o'zidan yaxshilanadi. O'z-o'zidan, chunki bu miyamizdagi obraz. Ikkinchi shaxs, masalan, men sizga ichimda o'ylayapman deb, shu hayo вообще menga yoqmaydi, vi deyapmanmi? Avtomat siz ham meni yomon ko'rasiz. Agar men ichimdan siz bilan faxrlansam, siz bilan ishatsa qilsam, avtomat men ham sizga yoqaman. Masalan, gaplashish приятно bo'ladi. Energetik уровеньda bo'lsa kerak-da. Da, energiya. O'zi inson nimadan yaralgan? Energiyadan yaralgan. Masalan, to'qima organ to'qima kletka borib atom при nimadan yaralgan? Bu energiyadan yaralgan. Energiya притягивает o'sha o'zini mosini. O'ziga mos energiyani tortadi. Atrofingizdagi insonlar sizdagi energiyani mahsuloti. Bu energiyani o'zgartirsangiz, ular o'zgaradi. Nima har doim xotinlar aybdor? Nimaga har doim xotinlar aybdor deyishadi? Aybdor emas. Bu energiyangiz. O'sha energiyaga tortib kelgansiz o'sha insonlarni. Nima endi ajrashishim kerakmi? Yo'q, ajrashish kerak emas. Energiyani o'zgartirish kerak. Rahmatli ustozimiz bor edilar, Dilmurod Shakirovich aytardilar, shu ammamga shu pochcham debdi. Ya'ni bir-biriga o'xshash insonlarni tortadi. Qaynona kelin munosabatida, masalan, bitta kelin yaxshi bo'lishi mumkin, qaynona bilan munosabati. Ikkinchisida umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni inson o'sha, lekin unga bo'lgan muhabbatini misol ko'rsatsa, yo ko'rsatmasa ham, hatto ko'rsatmasa ham energetik inson uni уже his qiladi, shu narsani ko'rsatadi aytganingizdek. Bizda masalan bepushtlikda aytamiz, bizda ikkita narsa bor homilador bo'lish uchun. Avvalroq albatta bu fizik tanamiz, ya'ni biz mana mediklar ishlaydigan tana, ovulyatsiya, tuxum hujayra, urug' hujayra va hokazo. Ikkinchisi bu ruh. Ruhan o'sha aytganingizdek kichkina bola pozitsiyasida yokida alamzada bo'lsa, yokida xafagarchiliklari bo'lsa, bu muammosini yechmagunicha bu ikkalasi bir bo'lib farzand, zurriyot bo'lmaydi. Shuning uchun ko'p urg'uni aynan o'sha psixologiyaga, psixosomatikaga qaratamiz. Qanaqadir keyslar bo'lganmi? Aytib bera olasizmi interesniy narsalarni? Aynan bepushtlik bo'yicha juda ko'p bo'ladi. Bepushtlik juda ko'p reproduktorlar jo'natishadi. Ekoga tayyorlashganda juda ko'pincha psixologik konsultatsiyadan keyin ekoga yetib borishmaydi. Ikki xil bo'lib qolishadi. Mana shu zo'r narsa aslida, bilasizmi? Da, meditsina bu biznesda, biz pul ishlaymiz ekoda, bepul qilmaymiz u narsani. Lekin tayyorlanish jarayonida homilador bo'lsa, biz uchun bu вообще wow. Mo'jiza. Mo'jiza, Allohning mo'jizasi. 17 yil, 12 yil, 11 yil homilador bo'lmaganlar, masalan, tayyorlanish jarayonida bo'lsa, biz emotsiya olamiz-da. Ekodan ko'ra ham ko'proq emotsiya olamiz. Demak, qayerdadir nimadir nima deydi, vintika to'g'ri keldi, yaxshi nima bo'ldi degan. Jo'natamiz o'sha uchun psixologlar. Bizga ishlash oson. Shundan keyin patsientlar bilan, chunki ishonch oshadi, qilgan muolajalarimizni samarasi oshadi. Shunaqa. Nimalar bilan ishlaysiz shunaqada? Eng ko'p ishlaydigan gumondan boshqa. Tanani o'zi har bitta bepusht kelganda hammasi stressda bo'ladi tana. Men stressda. Endi men undan tashqari psixologik konsultatsiyadan tashqari terapevtik men davolayman. Men ularga juda katta dozada magniy beraman. Tinchlantirishga. Tinchlantirishga, mushaklarni yumshatishga. Magniy mushaklarni yumshatib beradi. Berganimdan keyin meni eshitishni boshlaydi. Masalan, qabul qilmaydi ba'zilari. Qotib turaveradi, mana shunday bo'lib turaveradi. Chunki hozir informatsiya juda ko'p-da, masalan, psixologiya tomonidan ham, meditatsiya ham ko'p eshitishgan, qaysidir paytda odam o'zini yopib qo'yadi. Eshitganman, qilganman, bilaman deb-da. Shuning uchun bularga meditsinskiy tarafdan ham sababiyatni ham qilamiz-da. Kelgan bemorlarimizni mana o'zi aytibman, 95-100% deyarli stressdagi ayollar keladi.
ayniqsa bepushtlik bilan boshqachasi kelmaydi. Mana shu ularni tinchlantirish, yumshatish, undan tashqari magniyli vannochkalar buyuramiz, massajlarga boring deymiz. Keyin fokusni o'zingga qarat deymiz. Qanaqa? Fokus masalan faqat bola bo'lish, o'sha matkasi, ovulyatsiyasi ular bilasizmi? Ularda вторичный выгода ham bo'ladi. O'zini asliyatini topolmagan ayollar mana shu jarayonda, masalan, 2 qat bo'lish jarayoni, vrachga qatnab ular bilimini oshiradi. Masalan, shunaqa 2 qatlar kelishadi, 2 qat bo'la olmaganlar kelishadi. Siz bilan mendan ko'p narsa informatsiya bilan bor. Shunaqalar bor-da, ular bilimini oshiradi. Вторичный выгодasi bor. Demak, o'zini ushala olmagan orzusini amalga oshirib oladi. Nima bilmagan holda bilim vrach bo'lish, masalan, vrach bo'la olmagan, shunaqa qizlar kelishadi. Men shu gapingizga hozir eslatib beraman desam, bepushtlik bilan davolanib yurib, farzandli bo'lib, medsestralikka o'qigan patsiyentim bor. Bepushtlik bilan davolanib yurib, psixolog bo'lgan patsiyentim bor. То есть shu yo'nalishdan olib ketgan bemorlarimiz bor-da. Ya'ni shu yo'nalishda bilim olib, mutaxassis bo'lgan health coachlarimiz bor, ya'ni o'sha nutritsiologlar bor, aynan shu yo'nalishda. Nutritsiologlar juda ko'p, menga ham ko'p kelishadi. Psixologlar juda ko'p chiqadi mendan keyin. Juda ko'p psixolog bo'lib ketishadi. Ishlab o'zini travmasi bilan ishlab bo'lgandan keyin men aytaman, "Davay, yordam ber boshqalarga ishla." Bu to'g'ri narsa. No, выгода bo'lish kerak emas. Keyin ko'pchilikni men nimasini o'zgartiraman, fokusini o'zgartirganimda bo'ldi, qarama unga. Meditsinaga qarama. Ba'zi mana shu o'rinda aytaman, autizm onalar keladi. Autizm bolasi bor onalar keladi-da, ko'rsangiz chatida faqat autist onalar, o'sha autist bolasi bor onalarni chati faqat ular bilan gaplashadi, ular bilan gap o'ynaydi. Uzil deyman. Chiqib ket, sog'lom hayotga o't. Demak, bularning ham maqsadi o'sha вторичный выгодasi o'sish, bilimini o'stirish, keyin unga botib qolish, o'sha ichiga kirib ketadi, faqat shu. Yo'q, sen sog'lomlar bilan. Buni o'zini вторичный выгодasi deb o'ylaysiz. Men o'ylardim-ki, Alloh bularni shu yo'lga qo'ydiki, shu tomondan bilimni oshirib, masalan, insonlarga yordam tegsin deb o'ylardim. Onani выгодasi bo'ladi bu. Onani выгодasi onani защитasi. O'zi autizm nima? Tashqi muhitdan o'zini himoya qilish. Ana shu ona o'zini himoya ololmagan, ko'pincha ezilgan, hayotda qiynalgan, ikkinchi shaxslar tarafidan bir tazyiqlarga uchragan onalarni farzandlari autizm bilan kasallanadi. Ahamiyat bersangiz, yoki o'zini ustida ishla olmagan, o'sa olmagan, har bitta xronik bolasi bormi? Onada muammo bor. Onada muammo bor. Yo вторичный выгодasi bor, yoki qanaqadir muammo, uzoq muammosi bor. Qo'yib yuborilmagan. Topish kerak. Hamma xronik bolalari, autoimmun kasalliklarimiz bor. Ular ko'p. Autoimmun nima bu? Nima degani? O'ziga qarshi ishlash organizm. Yana o'zini o'zi ish, o'zini to'qimasa o'zini immuniteti o'zini уничтожать qiladi. Bu nima? Ich etini yeydigan insonlarda bo'ladi. Masalan, alopesiya bilan kelishadi, soch to'kilib ketadi. Ularning выгодasi nima? Yoki выгода bo'lmasa ham nimadan uyalyapsan deyman. Genetikadan uyalish. Uyatli jarayon-ku soch to'kilish. Aytmoqman, juda ko'p bunaqa holatlar juda ko'p keladi-da. Menga endi autoimmunliklar, ayniqsa autoimmun kasalligi borlar juda ko'p kelishadi. Masalan, boyaga aytganimdek, autist bolalarning onasi ko'p keladi. Hammasida выгода bor. O'zi bilmaydi buni, o'zi xohlamaydi. Ong ostidagi nimasi o'zini ssenariysi. Вот qalb to'g'risida aytdingiz, qalb salomatligi to'g'risida shu mavzu aynan o'zimga juda qiziqdi. Mana reproduktor sifatida emas, inson sifatida. Вообще har bitta inson shunga o'zini fokusini yo'naltirsa, men o'ylaymanki, atrofidagi muammolari hal bo'ladi. To'g'ri. Shu to'g'risida nima deya olasiz? Qalb salomatligi qanaqa qalb salomat? Qanaqa uni salomat qilish? Men o'zim psixologiyaga kirib kelishimga mana shu qalb kasalliklar hakimi degan so'z sababchi bo'lgan. Turkiyaga borganimda kardiolog eshigiga qalb kasalliklar hakimi deb yozilgan ekan. Keyin bu kim desam, kardiolog deyishdi. Shundan keyin men kardiologman-ku. Dedim, haqiqatan o'sha yerda boshlandi filtr. Hamma kasalim, hamma bemorlarim qalbi og'riq, qalb kasali, qalbi noxotirjam. Ana shuning uchun endi keyin buni izuchat qilishni boshlasam, qalb nima? Bizning ruhimiz kirgan joy. Ruh nima? Ruh Allohning nafasi. Demak, Allohning nafasida negativ narsaga o'rin bormi? Yo'q. U toza bo'lish kerak, pok bo'lish kerak. Demak, uni asrash uchun faqat pokiza yurish kerak. Qaysi tarafdan?
xafa bo'lmasdan, nafratlanmasdan, g'azablanmasdan, kontrol qilmasdan. Kontrol ham insonga xos narsa emas. Yaratgan o'zi kontrol qilib Men oladi. juda kontrol qilaman, juda. Нет, не надо контролировать. Allohga tashlash kerak. Alloh kontrol qiladi hamma narsani. Undan tashqari qo'rqish, gumon, yomon Bu gumon. qiyinda, masalan, qanaqa u kontrol qilmasdan, misol, xafa bo'lmasdan, yo qo'rqmasdan, bu nerealniy narsa. Реально? Mana shunaqa yashayman. Ishlasang, Masalan, нет, mana sababiyatini qilasiz, lekin siz nimagadir, voy, mana bitta proyekt boshladingiz. Proyekt boshladingiz. O'xshamasachi, nima bo'ladi? Yo'q. Bir proyektimni boshladim, yaratgan menga yordam beradi, yaratgan o'zi kontrol qiladi. Proyekt boshlaysiz, siz yo'lingizda davom etaverasiz. Uni kontrol qilmasangiz, ana o'shanda baraka kiradi. Masalan, agar har bitta kir-chikirini qo'llashtirursiz yoki hamma narsadan qo'rqursiz yoki odamlardan xafa bo'lursiz, faqat qalbingiz oriydi. Da. Endi tasavvur qiling, sizni kimdir xafa qilyapti. Lekin sizni xafa bo'layotganingizni u his qilyaptimi? Yo'q, unga maza qilib yuribdi. Sizni qalbingiz oriydi, asabiylashasiz, nervisht qilasiz. Sizga zarar. Da. Bu qiyinda, bu misol. Oson. Любой inson, даже ishlaydigan inson uchun misol, как man rukovodитель, там man подчинённый bilan или uyda o'tirgan kelin qaynonasiga nisbatan, da, там maktabdagi bola o'qituvchisiga nisbatan, to есть har xil darajada ham buni ana qilish qiyin deb o'ylayman. Nima qilish kerak shunda? Mana qarang, moment bo'ladi, vzrыв bo'ladi. Lekin uni joyiga sразу keltirsangiz bo'ladi. Оправдывать qilib, endi uyida bir muammo bo'lgandir-da. Advokatlik, yana muammo bo'lgandir-da. Har doim yomon vaziyat keladi. Har doim aytadi-yu, shayton doim yo'ldan adashtirishga harakat qiladi. Lekin siz agar ichki dunyoyingiz bilan ishlagan bo'lsangiz, psixologik bilim bo'lsa, sразу oqlab ketasiz. Balki unaqa bo'lgandir. Mayli, Allohga topshiring, o'zi yaxshi bo'ladi. Ya'ni hamma narsani uzatib yuborsangiz, olib qolmasdan ham. Yaratganga uzatib yuborsangiz, siz ana shu qalbingiz xotirjam holatda yashaysiz. Da, to'g'ri. Mana aytganingizda har doim o'zim solishtiraman, misol buyuk pravitellar bor-da, или prezidentlar bor, tam oddiy insonlar bor bizga. Bizani stress bilan ularning stressi deyarli вообще yer osmon farq bo'lsa kerak. Qanaqa shu insonlar stress bilan ishlaydi degan har doim fikrim bo'lardi. U mana bizani prezidentimiz ham aytganlar-ku, har doim Xudo qo'llamasa hech narsa qila olmaymiz. Xudo qo'llashi kerak, Alloh qo'llashi kerak. Uning uchun nima qilish kerak? Ishonish kerak. Yaratganga ishonish kerak. Masalan, futbolistlarimiz yutib kelishdi-ku, undan sal oldin men bitta anaqani ko'rgan edim. Bizani shayximiz, Imom Xatibmi, shayximiz Makkada haj paytida duo qilishdi futbolistlarni o'tiribdi. Keyin men o'shanda aytdim, точно bir nima yutishadi yoki bir narsa bo'ladi, точно dedim. Chunki erta qilingan duo ijobat bo'ladi. Nima bu yerda yordamga Allohni chaqiryapmiz. O'zimizni kontrol qilmayapmiz. Sen zo'r tepsang keyin bo'ladi. To'g'ri, sababini qiladi ular, tepadi, lekin qo'llab-quvvatlash Allohdan. Bunga ishonish kerak qattiq. Yana iymonga qaytyapmiz. Iymonga qaytyapmiz. Iymon, qalb salomatligi. Qalb salomatligi. Agar qalb salomat bo'lsa, hamma narsadan yomonlikni qidirurmasa, yomonlikni qidiradigan odamlar qalbi kasal odamlar, xasta odamlar. Faqat ular o'ziga zarar yetkazadi. O'zini yaxshi ko'rish kerak. O'zini yaxshi ko'rgan odam qalbini yaxshi ko'radi, ruhini yaxshi ko'radi. Ana o'shalar hech qachon yomon kasalliklarga, bir yomon situatsiyalarga duch kelmaydi. Bor shunaqa bemorlarimiz. Misol, biz to'g'ri yo'l ko'rsatib, ko'ramiz ularni, hatto homilador bo'lish ehtimoli ham balandligini ko'ramizda, lekin ularni juda ham qo'rquvi, gumoni kuchli. Yo'q, bunaqa bo'lmasa-chi, mana bunaqa bo'lsa-chi, bunaqa yo'q narsani o'ziga o'ylab topishadi. Nimaga siz o'zingiz shuni ravo ko'ryapsiz? Yomon narsani keling to'g'ri yo'l bilan yaxshini o'zingizga ravo ko'ring deb, действительно o'sha qo'rquvi bor, juda ham kuchli qo'rquvlari bor. O'ziga o'zi to'sqinlik qiladi shular. Bularda yuqori ehtimolli bilan farzand bo'lmaydi. Bo'lish ehtimoli past bo'ladi. Juda past bo'ladi. Psixologiya tomonidan qanaqa boshlash kerak homiladorlikka tayyorgarlikni? Psixologik tarafdan homiladorlikka tayyorgarlik ishonchdan boshlanadi. Qanaqa ishonch? Homilador bo'lishiga ishonchdan. Juda yaxshi ona bo'lishiga ishonchdan. Agar o'ziga ishonmagan odam, o'zini organizmiga ishonmagan odamni любой doktor ham davololmaydi. Masalan, любой psixolog ham. Qalbiga ishonch, o'ziga ishonch, yaratganga ishonch. Qanaqa uni paydo qilish mumkin bu ishonchni? Eng yaxshi narsa yaratgan bilan muloqot, bog'lanish va uni mo'jizalarini ko'ra bilish. Masalan, o'zi oldin nima so'ragan? Har bitta qiz ayollarimiz
orzu qilgan narsasi bo'ladi. Orzusi hammasini amalga oshadi. Masalan, men hattoki to'yimdagi kelin ko'yligimgacha orzu qilganman-da. Shunga erishganman. Hamma narsa nimadir beradi-ku. Allohdan so'ragan albatta beradi. Nechtasini sana deyman. Sana berganmi? Bergan. Bunisini ham beradi. Demak, oldin bergan, oldingisiga qarash kerak. Oldin mana buni bergan-ku, buni bergan-ku. Qizlar ko'pincha turmush o'rtog'ini so'rashgan, qanaqa bo'lishini, ko'pi berdimi? Bolani ham beradi. Ana shu ishonch, yaratganga ishonch, plus o'zini homilador bo'lishiga ishonch, o'zini organizmiga, uni qobiliyati borligiga, yaxshi ona bo'la olishiga ishonch. Mana shundan boshlanadi. Uni просто his qilish kerak. Yozish kerak emas, affirmatsiya qilish kerak emas, nima qilish kerak? Yozish ham yaxshi metod. Agar his qilinmasdan yozilsa, bu o'xshamaydi. His qilib yozganda, etilgan narsaga nisbatan yozilgan narsa 60 barobar tez ijobat bo'lar ekan. Bu endi olimlarning isbotlashicha. Bekorga yaratgan birinchi qalamni yaratmagan ekan. Bu ham bir-biri bilan juda связаны. O'shaning uchun yozish kerak, faqat oldin uni qalban his qilish kerak. Keyin yozish kerak. Yozganda ham his qilib yozganda juda yaxshi bo'ladi. Undan tashqari siz aytgan affirmatsiyalar. Affirmatsiya har qanaqa holatga juda ham foydali. Ya'ni nima bo'ladi? Affirmatsiyada nima bo'ladi? Miyaga, ya'ni miyani ijro qismiga qayta yuklama beriladi. Yangi informatsiya bo'ladi. Bizda mana neyronlar nima bu? Ma'lumotni DNKga olib boradi. DNK nima? Ma'lumot saqlovchi apparat. Anaqa hujayra apparat deyman. DNKda ma'lumot yuzaga kelish uchun neyron bo'lishi kerak. Neyron o'sishi kerak. Neyronni DNKga yurib borish uchun qo'llari bo'ladi. To'g'rimi? Qo'l o'sib olish kerak harakatlanish uchun. Buning uchun qachon o'sadi neyronda? Gangliyalar qachon o'sadi? Qachonki qayta yuklama berganda. Menda bo'ladi, menda o'xshaydi, men zo'r ona bo'laman. Hurmatli obunachilarimiz, hozir bitta zo'r nima deydi bu ideya yaraldi shu yerda. Dilhasanna bilan patsiyentimiz borlar, realniy patsiyentni razbor qilamiz hozir, xudo xolasa, eshitinglar, ko'ringlar, maza qilasizlar. Так, demak, siz bilan raskopka qilamiz hozir. Давайте. Sizda hozir demak bepushtlik sizni bezovta qilyapti. Necha yildan buyon bu 8 yil. 8 yil. Bo'ladi, avgustda. 8 yil bo'ladi. Hali farzand yo'q. Demak, birinchi papitka. Sizda nima hayotingizda qiynayotgan narsalar bor? Faqat bepushtlik. To'g'rimi? Hozirgi kundami? Oilaviy отношениyalar ham. Oilaviy отношения ham. Nima oilaviy отношениyada sizda muammo bor? Voy, qaynona tomonda. Bitta o'g'il, qaynona, bitta qaynopa, bitta qaynosingil. Женщин много в той семье. Ayollar ko'p. Shu oxirgi bir necha oydan beri bo'lgan muammo. В целом bepushtlikda. Oldin mana bepushtlikkacha bo'lgan davr qanaqa o'tgan? Masalan, yangi turmush qurgansiz. O'sha davrdan bu yog'iga. Yangi turmush qurganimdan qaynonam xohlamay kelin qilganlar. Ikkala oila qarshi bo'lgan, biz er-xotinni hamma tashab qo'ygan. Мы выживали deydi-ku, o'zimiz. O'zimiz. Asosan ko'proq meni rolim bo'lgan. Chunki xo'jayinim vrachlar, bitirib vop bo'lib ishlaganlar poliklinikada boshida, men уже juda qiyin bu paytda. Men уже karyeramni boshlagan vaqtim, men vaqtliroq bitirganman. 1 yil oldin уже menda stabilniy ish bo'lgan, stabilniy karyera boshlangan. Ularda kechroq. Ko'proq bizda shunaqa условия bo'lgan. Xo'jayinim viloyatda yashayli bo'lganlari uchun u yoqda yashaydi degan условия bo'lgan. Men ko'nmaganman. Men Toshkentda yashayman degan. Shuning uchun bilganingni qillaring deyishgan. O'zim harakat qilganman. Tortish, oilani tortish, kerak bo'lsa o'sha обеспеченияsi, boshqasi balobatlar ham. Endi xo'jayinim ham harakatchanlar rosa, no baribir ular sal kechroq boshlaganlar deydi. Baribir vrach bo'lish uchun uzoq vaqt kerak-ku. Men vrach emas, men filologiyani bitirganman. Menda osonroq bo'lgan. Bolaligingiz qanaqa o'tgan? Bolaligim eng katta nevara, eng katta farzand, erka bo'lganman. Aytganim aytgan, deganim degan. Hech kim urushmagan, turtmagan. Yo'q, urushib turtmagan. Ota-onam o'zaro urush bo'lgan. Ota-onam между собой постоянно janjal bo'lgan. Lekin juda erka, juda ham anaqa svobodniy, erkin o'sganman.
Siz ko'proq kimdan xafasiz urush bo'lgan paytda? Otangizdanmi, onangizdanmi? Otamdan. Otangizdan xafasiz. Mana ko'pchilik muammoni ham mana shu yerdan boshlanadi. Ko'pchilik otasidan xafa bo'ladi, otasini ayblaydi. Demak, onangizni ota-onasi qanaqa bo'lgan? O'zaro отношениясimi yo menga bo'lgandi? O'zaro. Yaxshi bo'lmagan. Kimdan kelyapti bu? Onam tomonidagi отношениямi? Onangizni ota-onasi ham yaxshi bo'lmagan. Dadamni ota-onalari yaxshi bo'lishgan. Ular sevishib turmush qurishgan. Bizga ular kerak emas. Onam tomonda yaxshi bo'lmagan munosabatlari, bir-birlarini ko'rgan. Mana bizada oqlab kelish uchun nimani aytamiz? Bizada erkak geni kerak emas. Dominant gen u. Dominant gen kasal bo'ladi, bo'ldi. Bizada retsidiv gen bor genetikada. Retsidiv gen ayol geni. U slabiy gen, lekin eng xavfli gen. Ya'ni u muammoni tortadigan gen. Masalan, sizni hayotingizda mana bunaqa ziddiyatlar bo'lyapti. Qaynonangiz bilan munosabat yomon bo'lyapti. Eringiz bilan baribir qiyinchiliklarga uchrab olasiz. Endi bu yerda farzand ko'rmayapsiz. Farzand ko'rmayotganingiz sababi otangizdan norozisiz. Ya'ni genetikadan norozisiz. Otangiz, lekin otangizni oqlash uchun topa olmayapsiz, bahona. Yo'q, уже отпустила. Men uni qabul qilganman. Уже hozir absolyutно qabul qilgansiz, anaqa qilgansiz, lekin baribir bolachingiz xafa ichingizdagi. Lekin bolachani xafaligini qo'yib yuborish uchun nima qilish kerak? Oqlash kerak. Oqlolmaydi-da ko'pchilik. U onangizni o'zini ssenariysi bo'lgan. Onangiz o'zini ota-onasini обсуждать qilgan, norozi bo'lgan, o'zini ota-onasidan miyasiga o'sha ssenariyni yozgan, adangiz bu ssenariyni ko'rsatib berganlar onangizga. No, ularni hayoti identichniy emas-da. Muammolari, nimalari. Yo'q, o'xshash shart emas. Главный muammo. Главный anaqa stichka chiqadi-ku, shu. Ya'ni shunaqa vaziyat. Bola nimani yozsa, o'zini fikriga nimani jamlasa, shuni ko'rsatib beradi. Mana hozir bitta ideya kelyapti. O'sha onam tomonidagi dedushka, babushkani hayoti hozir menda xuddi qaytalanayotganga o'xshaydi. Chunki bu rahmatli qaynonalari bilan shunaqa muammo bo'lgan. Juda ko'p shu треугольник bo'lgan. Chunki dedushka kормилец bo'lganlar oilada, katta farzand kормилец, ota yo'q. Mana shu qaynona, xotin треугольник bo'lgan ularda. Menimcha menda ham shu narsa qaytalanadi. Bo'lishi mumkin. Nimaga? Bu aytmoqman, retsidiv gen oilaga tashib kelaveradi. O'zi kasal bo'lmasa, bolasiga o'tkazib yuboradi. Mana genetikada shunaqa-ku, o'zi kasal bo'lmaydi, bolasiga o'tkazib yuboradi. Masalan, genetik kasalliklarda ham shunaqa. Sizlarda ham xuddi shunaqa. Birinchidan sizda nima bo'lyapti? Otaga norozichilik, gendan xafasiz. Shuning uchun mana boya aytdim-ku, dars boshida gendan xafaman, gendan noroziman. Sizdan birinchi so'radim, otangizdan ayblaysizmi, onangizmi, otammi? Demak, eng katta bizani dunyoga kelishimizga sababchi ota, dominant gen. Genetikani boshlanishidan siz norozisiz, shuning uchun farzand dunyoga kelmayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, ularni ayblashda bu genetik takrorlanish, anglashingiz uchun vaziyatlarda genetik takrorlanish, hozirgi vaziyatdagi qaynonangiz obrazi sizni ota-onangizni miyasidagi obraz. Ya'ni o'sha bu dodani obrazi. Ana shu takrorlanish. Mana o'z aytasiz-ku, mana hozir men qaynonam bilan munosabat o'xshayapti, треугольник. Demak, qaynonangiz nimaga bunaqa siz bilan отношения yaxshi bo'lmayapti? Balkim garmoniyasi yo'qdir uni. Turmush o'rtog'i bilan отношенияsi yaxshi emas. O'tib ketdilar ular. O'tib ketganlar. Bolaligida ham qaynonangiz yuqori ehtimollik bilan ota mehriga to'ymagan inson bo'lganlar. Yo'q, to'yganlar. Rosa erkak qiz bo'lgan. Anaqa glavvrach qizi bo'lib, anaqa avtoritetda yurganlar. Значит, genetik ochlik bo'lgan. Masalan, men o'zimda shunaqa bo'lganki, ota mehriga zo'rlik bo'lgan. Nimaga? Otam borlar, uyimda yashaydilar, biz birga yashaymiz, sevgimiz juda zo'r. Biz ham quchoqlashga ruxsat berishmagan. Bizning davrda bu qiz bolani quchoqlab bo'lmaydi, distansiyada turish kerak, yonida o'tirib bo'lmaydi, oyog'ini yopib o'tir, bundoq qilib o'tir, adan yonida bundoq qilib o'tir. Adadan qochib yurganmiz. Ana shu otaga mehr. Yo'q, bizda naborot bo'lganda, biz juda ham yaqin bo'lganmiz. Prosta shu er-xotin отношенияsi so'ra ko'p janjal bo'lardi. Hozir men hech kimni ayblamayman, уже я приняла ситуацию. O'zaro nimasi bolaga baribir er-xotin ota-ona urushsa bolaga ta'sir qiladi-ku. Shu narsa bo'lgan xolos. Atak bizda ограничение bo'lmagan, men ustilariga chiqib yurardik. Rosa
juda erkin katta bo'lganmiz. hozir bu siz emas, mana qaynonangizni aytyapman. Ota mehriga to'ymagan bo'lishi mumkin yoki hozir turmush o'rtog'i vohli olamdan o'tgan bo'lsa, sizni eringiz ham mehr talab qilayotgan bo'lishi mumkin. To'yinmaganida. Sizni случаеңizda ota-onangizni janjali o'tgan va ota-onangizni ayblagansiz. Adangizni, то есть adangizni ayblagansiz, adangizdan norozichilik bor ichki bolaligingizda. Hozir siz katta insonsiz, mana adam ideal, mana adam zo'r inson, men sevaman odamni deysiz, lekin ichingizdagi bolachangiz uni ayblaydi. Uni aybini ayblashini olib tashlashingiz uchun siz bolani bola holatiga tushib adani oqlash. Adam umuman bu yerda roli bo'lmagan. Shunchaki meni onammi miyasidagi obrazlarni, ya'ni onangizni ota-onasini obrazini adam ko'rsatib bergan. Также endi hozir sizni miyangizdagi, bolachangizdagi miyangizdagi obrazni qaynonangiz ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Tak dalay. Siz mana shu miyangizdagi bolachani ichingizdagi bolachani tinchlantirib, ichingizdagi nafratni almashtirasiz, keyin sizni genetikangiz takrorlanish bo'ladi. Ya'ni gen tug'ilishi kerak. Ya'ni gendan nafrat bo'lsa, bo'lmaydi. Gen to'xtaydi. Roziman, ularni roziman deydi odamlar. Roziman yozib qo'yadi. Men qo'yib yubordim. U qo'yib yuborish emas. Qachon u ichki bolaligingiz uni qabul qilsa, roziligingiz ichingizdan, voy, adam umuman bu yerdagi janjallarda ayb emas ekan. Demak, u yoqdan kelayotgan ekan. Onamni miyasidagi ssenariy bilan kelayotgan ekan. Prostana wow, endi tushundim deganingizdan keyin bu vaziyat qo'yib yuboradi. Mana shu narsani sizga kimdir ko'rsatganmi shu? Da, men buni проработать. Shuning uchun men spokойно o'tiraman, chunki bu narsani qo'yib yubordim, yozdim. Rosa yozganda prям emotsiyalar bilan, nimalar bilan, iroda bilan как раз nima qilganimdan keyin yozib chiqdim hamma narsani и naоборот hozir горжусь deydi-ku. Mana misol uchun men aytaylik 1 yil, 2 yil oldin ham qanaqadir otam tomonidan o'tgan narsani, yo'q bu признавать qilgim kelmasdi. Yo'q, bu yoqdan emas. Bunda o'ylab qarasam, ko'p kачестволарim u yoq tomondan kelgan. Otam tomonidan kelgan, onam tomonidan emas. Bu narsani qabul qilib, qo'yib yuborib, mana yaqinda ham bizda baribir ular ajrashib ketishgan, aloqalar uzilgan. Borib, mana yaqinda ham borib keldim. U yoq shu tomon, otam tomonda bo'ldim. Naоборот, o'sha erkak qizdek. Kichkina qiz, qanaqa erkak, komfort, juda ham maksimalniy komfortda. Ortiqcha nimasiz, xursand bo'lib, bo'lmasam orada ancha uzilish bo'ldi. Отношения bo'lmadi, tam amakilar bilan, bu yoq tomondagi qarindoshlar bilan, juda qarindosh ko'p u yoqda. Unaqa munosabatlar bo'lmadi. Naоборот, hozir yengillik, juda ham yaxshi. Chuqur, demak, mana shunaqa chuqur kirib, bolangiz tarafini, bolachani tinchlantirib, otangizni oqlab chiqqansiz. Tushunishga harakat qilganman, что вот ularni bu поведениялari bekorga emas. Nimadir qanaqadir omillar bo'lganki, ularni поведениялari shunaqa bo'lgan. Onamga ham xuddi shuni qildim. Bu yoq tomonda dedushka, babushka, bu yoq tomonda dedushka, babushkaga, ota-onaga, qaynona, qaynataga, erimga, oxiri o'zimga yozdim. Shu narsani qilganimdan keyin yengil bo'ldi. Undan oldin ham qilganman bu narsalarni. Mana shu galgisi yaxshiroq ta'sir qildi deb o'ylayman. Zo'r. Endi yana shunaqa holat bo'lsa, yana kelsa miyangizga, masalan, nimaga unaqa bo'lgan ekan? Eslaysiz-ku, kadrlar kelib qolsa, sразу yana oqlashga o'ting. Demak, chunki bu ijrochi. Ssenariyning ijrochisi. Hozirgi shu holatim, men qaynonam bilan ham shu narsani hozir prоработка qilaman. Ko'raman, поведениялari o'zgarib qolsa, demak, oldingi bo'lsa, voy, yomonlik, sразу gumon nimadir bo'lardi. Hozir o'ylayman, yo'q, bekorga emasdir. Bekorga emas, qaynonangiz onangizni ko'rsatadi. Boya aytganimdek, uyda hozir qaynonangiz dominantmi uyda yo eringizmi? Kim управлять qiladi oilangizni? Men. Demak, erkaklik energiyasi. Boya shuni bitta o'zimga anaqa qiluvdim, zatsepka. Erkaklik energiyasidan tushishingiz kerak. Вы женщина, да, shu narsa bor. Siz ayolsiz, siz onasiz. Будущий onasiz. Kontrol, giperkontrolni erga berib yuborish kerak. Erga o'tkazish kerak. Sekin-sekin qilaman, no baribir menga o'zimga yoqsa kerak deb bu narsani kontrol. Chunki bizda bundoq qarasada ko'pincha bo'ladi. Yo'q, katta qiz emas, даже bu genda. Bu narsani amakim aytib qoldilar oldingi yil. Sani xaraktering bu onangning xarakterlari emas, yo otangning xarakteri emas. Bu buyini o'sha ayollar властный, lider ayollar. Hamma ayollar lider ekan, otam tomonidan o'ylab qarasam. Shu mana o'xshash genlarga tortadi. Men o'zimga yoqadi shu narsa.
то есть контролировать все o'zimga yoqadi. Bu sizga xos emas-da. Kontrolировать birinchidan Allohga xos. Да. Allohning obrazida. Ikkinchidan kontrol baribir oilada kim boshliq? Erkak kishi. Erkak. Sizda balans buzilyapti. Mana bepushtlikni ham yana bitta sababi bo'lishi mumkin. Да. Mujiki не rожает, ha? Erkak tug'maydi. Kontrol erkakka xos. Siz eringizni barakasini ham to'sasiz bu tarafdan. Chunki ikkita erkak boqmaydi oilani, bitta erkak boqadi. Eri barakasi shu yerda bo'ladi. Ya'ni siz ayol sakinatda, yumshoq ayolsiz, erkak kishi qattiq, erkak kishi qattiq bo'ladi, giperkontrol bo'ladi, dabitchik bo'ladi. Bu tarafingizni prоработка qilishingiz shart. Qachon ayol obraziga aytyaptilar, mujiki yarashadi, to'g'ri. Qanaqa qilib? Hamma kontrolni erga bering. Eringizni sizni miyangizda erkak degan obraz yaralsin. Erkak shoh. Mani shohim. Masalan, siz Shavkat Miromonovichni ko'rganingizda nima qilasiz? Voy, shohim deysiz. Ana shu insonni vasishatsiya qilasiz, to'g'rimi? Vau, bizani podshohimiz. Shu narsa yo'q menda, bilasizmi? Muhammad Surnay mendan so'radilar, ideal erkagingiz bormi dedilar. O'ylandim, uyga kelib ham o'yladim, ertasi kuni ham o'yladim, yo'q ekan. Ideal erkak vasishatsiya qiladigan erkak menda yo'q ekan. Vasishatsiya qilmasangiz ham kimni hurmat qilasiz? Erkak sifatida. Mana zo'r mujik. Masalan, borib prezident yonida siz undoqsiz, siz bundoqsiz gapirib keta olmaysiz-ku. Masalan, prezidentmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Mamutga o'tiring, choy olib kelib beraymi deysiz. Mana shunaqa tasavvur qiling eringizni. Eringiz Shavkat Miromonovich. Tasavvurda buni podshoh deb tasavvur qilasiz. Eringizni podshoh deb. Masalan, eringiz ishdan kelsa nima qilasiz siz? Qanaqa kutib olasiz? Yaxshi kutib olaman, chiroyli kutib olasiz. Osh-ovqatlarni. Keling, yaxshimisiz? O'tiring mamutga. Charchamadingizmi? Endi nima qilay? Nima ruxsat berasiz? Ishga borsam maylimi? Ko'chaga chiqsam maylimi? Masalan, keling Shavkat Miromonovich, men chiqib ketdim, mayli, ishlarim bor edi, o'zingiz o'tiravering demaysiz. Nima? Menga ruxsat berasizmi? Uyimga ketsam maylimi? Hamma narsani ruxsat. Mana ayol nima qiladi? Ruxsat so'raydi. Ruxsat so'rashga rosa anaqa Bu qilaman. Kiber. Hech qachon so'ramayman. Qizlik paytimda ham ruxsat so'ramaganman de. Ruxsat so'rab o'rganmaganman. Uyda unaqa muhit bo'lmagan. Muhit bo'lmagan, to'g'ri. Endi shu siz ayol erkakligidan tushishingiz uchun bu vazifalarni qilishingiz kerak. Adasir maylimi? Salonga borsam maylimi? Hattoki shularni ham so'rash kerak. Masalan, siz shohdan nima qilib izn so'raysiz chiqib ketish uchun? Tasavvur qiling, yoningizda shoh o'tiribdi. Sizni boshlig'ingiz, bo'pti, men ketdim. O'tiravering demaysiz-ku. Anaqa maylimi? Chiqib ketsam ruxsatmi? Boshqa yumushingiz yo'qmi menga deysiz. Xuddi shunaqa munosabat bildirasiz. Men u erkakdan vasishatsiya qilmasangiz ham, lekin buni ham borib buvingizdan prоработка qilib kelishingiz kerak. Nimaga buvingiz general bo'lgan? Nimaga u general bo'lgan? Ular lekin general bo'lganlari bilan podxod anaqa xo'jayinga nimani zo'r qilardilar ota tomonda. Ona tomonda ham подчинение bo'lgan. Подчинение bo'lgan. Onamda ham подчинение bo'lgan. Otamga nisbatan. Ichidan lekin bularning hammasi eridan norozi bo'lgan. Onangiz ham norozi bo'lgan. Bekorga ajrashib ketmagan. Onam norozi bo'lganlar, onalari norozi bo'lgan. Chunki bekorga ajrashib ketmagan bular. Prosta ichidan hurmatini qilavergan til uchida, ichidan norozi bo'lib uni отрицать qilavergan. Erkakni bekorga erkak tark qilmaydi. Erkak ayolidan voz kechishi juda qiyin. Ayollar oson ekanda, erkakniki qiyin ekan. Qachonki ayol ayol kishi uni qalban qabul qilmaganini his qilgan erkak ketar ekan. Ya'ni chunki bu nima sirazni sezar ekan. Yo'q, erkak kishi qiyin tark qilishi. Ayollar, masalan, ayolni boshqa erga berib yuborsangiz, yashab ketaveradi boshqasi bilan ham. Yaxshi mehr bersa, boshqa qilsa, erkaklar qiyin ekan, juda ham uzilishi. Uni uzilishi oson bo'lmas ekanda. O'shaning uchun taloq huquqi ayollarga berilmagan ekan. Ayollar talog'ini berib yuborar ekan 100 martalab o'shaning uchun. Uni ham sababi bor. Erkaklar nimaga ikkinchi, uchinchiga uylanadi? Ona mehriga to'ymagan erkaklar uylanadi. Mehriga to'ymagan bola o'zi qatdandir mehr qidiradi, lekin ularni sviyazi bari bittasiga sviyaz bo'ladi. Bittasi bilan bog'lanadi. Ikkinchi, uchinchi qidiryaptimi, u birinchidan jismoniy ehtiyoji uchun bo'ladi, ikkinchidan mehr qidirib yuraveradi. Masalan, bor shunaqa erkaklar,
masalan jismonan talab qilmaydi, lekin boshqa xotinlarga o'ralashadi. Demak, energetik quvvat ayolniki yetmaydi. O'sha bitta o'zini xotininiki yetmaydi. To'lamas chunki boshqa joydan o'sha mehrni yetkazib olishga harakat qiladi. Lekin baribir ahamiyat bersanglar, aylanib o'sha o'zini xotiniga qaytib keladi yoki ikkinchi xotiniga qaytib keladi. Hammasidan voz kechib. Chunki o'sha joyi topadi, o'sha energetik quvvatni topadi. To'yinadi o'sha yerda. Ha, ayniqsa erkakka energiya kerak. Erkak o'zidan o'sha duxovniy anaqa именно energiya chiqarmas ekanda, energiyani ayoldan olar ekan. O'sha mehr, muhabbatdan. Ko'p erkaklar 2-3 uylandimi, ular hammasi onasini mehriga to'ymagan bolalar. Ona ertalabdan kechgacha ishlagan yoki yetim qolib ketgan yoki так далее. Shu prezident qilib tasavvur qilish kerak-da erini. Yo, shunaqa, maylimi deb rostdan ham qilish kerak, bu holatga o'tishingiz kerak. Bular aytganlar to'ppa-to'g'ri. Erkak tug'maydi. Sizga farzand kerakmi? Ayolsiz, onasiz. Tasavvur qiling, o'zingiz yumshoq onasiz. Eringizni doxodini ham to'syapsiz. Da. Oligarx bo'lishiga to'sqinlik qilyapsiz. Har bitta odamda bu qobiliyat bor. Har bitta odamga berilgan ekanda, uspешный bo'lish. To'sqinlar to'sib qo'ying. Oddiy o'smayapsiz deyman. Oddiy vrach bo'lib ishlayverasizmi? Reanimatologlar bo'lmasa. Oddiy vrachlar nauka qiling, uni qiling. O'sing, karyera qiling. Siz borsiz-ku, nima qiladilar? Erkak bor-ku, o'sib turgan. Qachon yo'lni bo'shatasiz? Zamuj deb bekorga aytmagan. Zamuj orqada turib. Har qaysi успешный erkakning orqasida ayol turadi, yoki onasi yoki eri. Yoki onasi yoki xotini, eri deyman. Yo ona yo xotin. Masalan, Amir Temurning orqasida ham Bibi xonim turgan. Nima bilan turgan? Ishlab yordam berib pul bermagan. Ishonch bergan, motivatsiya bergan. Siz zo'rsiz, sizni qo'lingizdan keladi. Men sizga ishonaman. Orqasidan turib maslahatlar bergan. Lekin oldiga chiqib jang qilmagan-ku. Xuddi shunaqa bo'lishimiz kerak, orqada turish kerak. Masalan, Sulton Sulaymonni ham aytadi-ku, motivatori xotini bo'lgan. Hurram sulton bo'lgan. Energiya olganda bu ayoldan. Qanaqa женственный tasvirlashgan bu ayol. Ana shu женский energiyani kuchaytirishingiz kerak. Женский energiya keyin женщинаdan estrogeновый женщинаdan tug'iladi bola. Sizda eko ham даже kerak bo'lmaydi. Qilib ko'rmadinglarmi eko programma? Ungacha ham baribir yumshashingiz kerak, kontroldan chiqing. Da, yumshash kerak. Qattiqman. Aytayapman. Kontroldan chiqing. Bering. Отпуск. Eng oson narsa kontrol qilishga nima vaziyatingiz bor? O'zingizga kirgizmang-da, tepaga uzatib yuboring. Senga berdim. Xudoyim, o'zing yechimini ber. Men ojizman, men ayolman. Har doim o'ziga takrorlang. Men ayolman, men ojizaman. Ojizaman degan so'zi sizda kuchliman degan установка bor. Men kuchliman, qo'rqmayman, o'zimga ishonaman. O'zi masalan ko'chada siz erkak kishi bunday qayirib qo'ysa, ikki buklab qo'yadi-da. Bunday qayiraman desa, kuchli emassiz siz. Siz zaifasiz. Emotsionalniy shunaqa deb o'zingiz tasavvur qilasiz. Yana ham yelkalari chiqib ketmagan ekan. Menda ham shunaqa установка bo'lgan, o'g'il bola установкасы bo'lgan. Yelkalarim keng. Bu tennisiska deb juda anaqa qilishardi. Tennisiskalardagi yelkalarim keng bo'lardi. Aslida bu установка mальчика. O'g'il kutilganman-da. 3-qizman. Ikkita opam, 3-qiz. Konkretniy o'g'il tug'ilgan. Da, o'g'il kutilganligi uchun shunaqa установка bo'lgan. Sizda qiz bola tug'ilgansiz, u yog'iga o'zingiz kontrolni bo'yingizga olib ketdingiz. Menda ham shu o'g'il kutilgan ekan, bilsam, o'g'il kutilgan, o'g'il dadam o'g'il boladek qilib o'stirganlar. Xuddi shunaqa. Menga singlim bo'lmasa bunaqa emas. Женственный, hamisha bahor. Mana shunaqa. Men bu ham установка almashtiring, men ayolman. Ojizaman degan so'zni, zaifaman, ojizaman so'zni qayta-qayta takrorlang. Chunki bizni men slabый bo'lishga haqqim bor. Shularni qilsangiz, ayol energiyasiga tushasiz. Sekin, faqat sabr, toqat, doimiylik, neyronni o'stirish kerak. Neyron o'sib DNKga borgunicha 21 kun ketadi kamida. 21 kundan 40 kungacha vaqt ketadi. Uning uchun har kuni takrorlanishi kerak.